Okamizda zo'r narsani test qilibdilar. Ko'rayotganingizda ikkita bir xil broni plyonkani yopishtirganlar. Ikkinchisi yopishib qolyapti, birinchisi shundoq ko'chib ketdi. Endi sababiga to'xtalib chiqamiz. Qilgan eksperimentlari 1 litrli Venusga 6 ml shampun qo'shganlar, ikkinchisiga 3 ml shampun qo'shganlar. Ikkalovida ham bir xil broni plyonka va bir xil kuch bilan tortyaptilar. Birinchi bo'lib ko'rayotganingizda shampunni sepdilar, ikkalovida ham plyonkani siqyaptilar shpatel bilan. Undan keyin plyonkani tortib ko'ryaptilar. Ko'p holatlarda usta aka-ukalarimizda bo'ladigan muammolardan bittasi shampun rastvorni ko'p qo'shib qo'yilishini hisobiga skladka ko'p beraveradi va bu narsani spirtda ko'p chayishadi yoki ko'proq vaqtligini olib qo'yadi. Mana shunaqa paytda rastvorni kamroq ko'proq qilib ishlatib ko'rishligini tavsiya beramiz. Va bu narsaga kunni ham issiq sovuqligi ham bog'liq. Agar kun issiqroq bo'ladigan bo'lsa, rastvorni sal ko'paytirasizlar, tezroq qotib qolib shoklaning yoki kile o'ynab qolish ehtimolini oldini olasizlar. Kun salqinroq bo'ladigan bo'lsa, rastvorni kamaytirib ishlasanglar ham bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, tanish usta aka-ukalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Bundan ham qiziq videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like ayamaysizlar.